Okey, mana shu yozda yangi nastroykadan uy xarid qilaman deb niyat qiluvdingiz. Hozir sizni mana shu niyatingizga yetish uchun biz ajoyib va ideal bo'lgan variantda nastroykadan dom topib qo'yganmiz. Atrofni ko'rishingiz mumkin. Shlagbaum bilan o'ralgan 24 ga 7 qo'riqlash tizimi bilan jihozlangan. Bundan tashqari o'zini ichida parkovkalari va bolalar maydonchasiga ega bo'ladi. Xo'p, lokatsiyaga alohida e'tibor berishdan so'rab qolardim. Mirzo Ulug'bek tumani Titizda joylashgan Pilla ko'chasida bo'ladi. Xo'p, uyimiz ko'rishingiz mumkin, 4 etajli nastroykani 2-etajda joylashgan bo'ladi. Hozir esa sizlar bilan ichkariga kirib, shart-sharoitlarni birgalikda ko'rib chiqamiz. Qadrdonlar, uyimizning ichkarisiga ham kirib oldik. Mana ko'rishingiz mumkin, prixojniy mebellariga joy yasatib qo'yishgan ekan. Endi kirishimiz bilan o'ng tarafda bizani hojatxona kutib oladi. Hojatxonani ham qaranglar, juda ham did bilan qilib qo'yishgan. Buni to'g'risida esa uyimizning vanna qismiga o'tsanglar bo'ladi. Vannaga alohida e'tibor beringlar. Shuna jakuzilargacha tayyor o'rnatib qo'yishgan. Endi navbatdagi sizlar bilan ko'radigan xonamiz ayollarimiz uchun mo'ljallangan oshxonamiz bo'ladi. Mana ham gaz plitaligi, xolodilniklarga alohida e'tibor beringlar. Juda ham yaxshi va sifatlidan qo'yishgan. Bundan tashqari o'sha kuxnya mebellari ham juda ham yaxshidan qo'yilgan. Ko'rinib turibdi, did bilan ish qilingan. Endi sizlar bilan ko'radigan navbatdagi xonamiz kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz bo'ladi. Qaranglar, divanlarni ham patetkalardan qo'shgan, mebellarni ham juda chiroylidan tanlashgan. Bundan tashqari aboylar, lyustralar, xullas har bitta detalga alohida e'tibor berib qo'yishgan. Endi sizlar bilan ko'radigan eng oxirgi xonamiz va albatta bu mehmonxonamiz bo'ladi. Mehmonxonamizga ham kattaligiga e'tibor beringlar. Mana bu televizorlarni qo'yib qo'yishgan, juda ham sifatli ish qilishgan. O'sha pardalari, gilamlari ham shunday zo'r turibdi uyga yarashib. Bundan tashqari mehmonxonada o'zini terrasa qismi ham bor. Bu yerda bemalol qish kunida chiqib ko'filarni ichib tursanglar bo'ladi. Uyimiz umumiy 75 kvadrat metrdan iborat bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, uy egalari 85 ming so'rashyapti. Endi mebel texnikalari kelishuv asosida xohlasanglar o'zimizda bor desanglar, o'zingizlarnikini olib kelsanglar ham bo'ladi. Xohlasanglar endi u yoqni kelishib qoldirsanglar ham bo'ladi. Xo'p, pastda uy egalarining nomerini qoldiraman, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi.